tekirganda bo'ldi. Yangi darvozani o'tkazamiz. Kraskaga 20-40 hech kim qolmadi. Bitta o'zimiz qoldi. Mana darvozga bekilgan e'tibor bersangiz. Sifatlari o'ta ideal holatda chiqqan, xudo xolasa. Bu yerda ish jarayonlari hozir. Hozir buni kraskaga neri sexga olib ketilyapti. Ikkita seximiz bor. Mana bu kesaksi, mana bu Habibulloh akaning jiyallarini panjarasi. Xudo xolasa mo'ljalda buni ikkitasini bitkazib qo'ydi shogirdlar. Bitkazib qayerga qo'ydi? Qayerga qo'ydi? Faqat chiqayotgan shekilli ikkitasi bitgan, hozir uchinchisini qilyapti. O'ta ham kurtoy chiqyapti, xudo xolasa. Eng qiziq hisoblanmagan ham buni $100 zakolat olingan, o'lchalgan, boshlandi. Hozir buni juda ko'p joylarda ko'rgasizlar. Orasini eng kamida 8 bo'lmasa 10, 12, 14 atrofida qochirib qilinadi. Misol grubi buni radiga 3 ta ketadigan narsa bo'lsa, unda 14 15 ta bilan hal qilsa bo'ladi. Bu 3 tadan ko'p ketadi-yu. Grubi yurgan xudo xolasa. Mana bu yerda ekan mana. O'ta kurtoy chiqyapti. O'zimiz ideya qilib, hozir gullardan bu yo'g'ga praqlatga qilib chiqdik, TVda praqlatga qilib chiqdik. Xudo xolasa sifatli chiroyli chiqyapti. Ishchi sifatiga, kачествосiga %100 javob beriladi. Biz bunaqa ish ham qilaveramiz, xudo xolasa. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli, yaxshi darvoza, perilla, kachellar, suvri ishlab chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, charchamani. Abdulhay darvozalar xizmat qiladi. Ishimiz yo'qayotganimizni bitta like va kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketasizlar. Jahlingiz chiqib qolsa, podpiskani bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmaydi. Sog' bo'linglar, charchamani. Sifatli, yaxshi darvoza ishlab chiqarishda davom etamiz.